Mashina yengil DTP bo'ldi, lekin mashinangiz ustidagi zapchastdan ko'ra salondagi zapchastlaringiz qimmatroq va ko'p shikast yetishini bilarmidingiz? Okey, siz avtomobil boshqarayotganingizda xavfsizlik kamaridan foydalanasizmi? Foydalanmaysizmi? Foydalansangiz ham, foydalanmasangiz ham bu video siz uchun. Bugungi klientimizda ham tashqi udarda katta повреждение bo'lmagan. Bor yo'g'i $250 interyeriga zarar yetgan. Salondagi zarar $1,500 tashkil qilyapti. Nimaga deysizmi? Torpedga airbag o'tgan, rul airbag o'tgan, stoykadagi airbaglar ishlab ketgan, xavfsizlik remellari qotib qolgan, 4 talovi ham. Bu DTPdan keyin siz baribir mashinangizni восстановить qilishingiz kerak edi. Aslida bu narsa juda ham qimmatli qilyapti. Uning uchun okey, bu narsalarni yolg'onda kasimi, prostoyni qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Chunki bu sistema katta ehtimol bilan boshqa ishlamaydi. Bu klientimiz ham bizani Qozog'iston Chimkent shahridan kuzatib borar ekanlar. O'zbekistonga keldilar. Interyerlari juda ham qimmatli qildi. Biz nima qildik? Ularga rul airbagga prostushkasini berdik. Torpedkani ustini qismini almashtirib berdik va o'zlarining remellarini, qotib qolgan remellarini remont qilib berdik. Agar sizda ham xuddi shu muammo kuzatilsa, ne только O'zbekiston Respublikasida, qo'shma davlatlar, SNG davlatlarida shunga o'xshagan muammolaringiz hal bo'lmayotgan bo'lsa, menga murojaat qiling. Shu yerdan turib muammongizni hal qilib beraman. Okey, bizda faqat Malibu emas, Equinox, O'zbekistonda harakatlanayotgan barcha Chevrolet mashinalarini xavfsizlik zapchastlarini topsanglar bo'ladi va restavratsiya xizmatlari ham mavjud. Mashina narsalardan foydalanmaylik. Mashina narsalar ham airbaglarni, remellarni ishlab ketishiga katta hissa qo'shayotgan narsalardan bittasi hisoblanadi. Profilimizga obuna bo'lish esdan chiqmasa, like tugmachasini bosib qo'ying. Bu videoni saqlanib qo'ying.